ko'z atrofiga yaqin kevuringlar. Qo'rqmasdan. O'rtoqlar, tezda sahrangiz qilib olinglar. Zo'r maska qilamiz bugun. Qaranglar, bizga nima kerak bo'ladi? Spirulina, 2 ta tabletkani maydalab oldim. Bizga 1 choy qoshiq matcha kerak bo'ladi. Mana u nima? Bu ham yashil narsa. Super prosta antioksidant yuz uchun va gotovoy maska. Men ko'proq anstress bilan qilishni yaxshi ko'raman, chunki tinchlantiradi bu. Bular agar ozgina reaksiya bermoqchi bo'lsa ham, buni tinchlantiradi. Va buning ichidagi ingrediyentlarni bu ikkalasi yana ham kuchaytirib yuboradi. Demak, ketdik, tayyorlaymiz. Spirulinaga ozgina suv tomizamiz. Erishi uchun. Mana momentalni eriydi. Chunki maskada bu erimay qolishi mumkin o'rtoqlar. Endi bunga 1 choy qoshiqda matcha solamiz. Mana shunaqa massaga keltirib olasizlar. Ozgina suv qo'shib shunaqa massa qilib olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Endi anstress maskadan ozgina qo'shamiz. Mana shuncha qo'shsanglar bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana massani. Ko'rasizlarmi qanaqa chiroyli rangga aylanyapti. Ishoninglar, yuz uchun bombadek bu. Shunaqa yuz oqaradi, yosharadi, namlanadi, tortiladi. Ishoninglar. Va yuzimizga surishni boshlaymiz. Krasota какая. O'rtoqlar, qoshlarga ham surishni unutmanglar, chunki qoshimiz ham ozuqaga muhtoj har doim. Вот это она красота. Albatta, bo'yin qismlarimizni ham unutmaymiz. Va har qanday o'rtoqlar maskadan keyin men tavsiya qiladigan narsa bu Dermaherb Mays. Chunki har qanday allergiyani oldini oladi. Har qanday раздраженияni, teri qizaradimi maskaga? Chunki maskalar kuchli narsa o'rtoqlar. Hammani terisi har xil. Kimga tushadi, kimga tushmaydi, men uni bilmayman. Lekin Dermaherb Mays bilan 100% siz o'zingizni страховка qilasiz. Любой allergiyani oladi, qizarishni oladi va maskani 100% ga zo'r ishlatib beradi. Bunga men kafolat beraman. Maqsadim narsamni sotish emas. Maqsadim yaxshi narsani hamma bilsin. Allohim hammaga shifoli qilsin. Maskadan keyin yuz qanaqa bo'lishini ko'rsating deysizlar. Ko'rsatsam ba'zi birlar nima aldavasiz, timmiy ukol olasiz-ku yuzingizga, o'shancha yuzingiz shunaqa deysizlar. Mayli. Har kim o'ziga o'zi fikr chiqaradi. Shifosini, foydasini topgan foydali tomonini o'ziga oladi o'rtoqlar. Mendan bo'lishish, maslahat berish, sizdan foydalanib ko'rib, natija ko'rish. Mana shunaqa. Maskani qildim, Dermaherb Mays'imni surdim. Olam guliston. Botokslarim yo'q mana. Hamma yog'im mana qimirlab yotibdi o'rtoqlar. Tak что bilinglarki, hamma narsa ham ukolga, hamma narsa ham qimmat protseduralarga bog'liq emas. Uydagi xotlar ham, maskalar ham ishlaydi. Haqiqatda ishlaydi. Это не реклама. Mana. Ko'rinyaptimi sizlarga ish qilib yo'qmi bilmadim. No, это просто бомба.